Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari, chorva mol qo'yishqozlari. Bugungi videorolikda Andijon viloyati Bo'ston tumani Zavra mahallasida joylashgan o'zimizning xonadonimizdan boramiz. Bugun mana muqalarimizni kechki ozuqa ratsioni bilan tanishtiraman sizlarni. Muqalarimiz ham o'zgarishlarni ko'rasizlar. Hozir mana bu tog'oraga mana bu yerga silos bilan somonni drobilkadan chiqarilgan maydasini qavat-qavat qilib hammasini joylab bosib qo'yganmiz, joylab. Mana ko'rishingiz mumkin. Taxminan 1 oyga yetadi bu bizga. Mana shu 3 ta novosimizga bergani. Shu yerga bosib qo'yganmiz. Tayyor holatda bu. Aralashgan holatda. Silyos somon tayyor, aralashtirib bosib qo'yilgan. Shunda kelinadi molxonaga. 10 minut, 5 minut, 10 minut ichida mollarga qarab chiqib ketamiz molxonadan. Mana tog'oralarga sovoldik. Endi buni hozir mollarga beramiz. Mana hammasiga silyosini tashlab berdik, yeyishyapti. Hozir bularning ustiga endi yemini tashlab beramiz. Yemini hozir qancha yem berilayotganligini ko'rsataman sizlarga. Bu joyda, bu idishda suv bor. Bu yerdan suvni olib beraveramiz. Bu yerda yemlari bor. Yemi mana shu cho'michda, bir cho'michdan yo'q, mana shu cho'michda 3 cho'mich, har biriga 3 cho'mich kunjara, 2 cho'mich mana bu bug'doyda ezdirilgani bor. Bug'doy yormasi. Kepagi bug'doy ichida buni. 2 cho'mich bundan. 2 cho'michi 1 kiloyu 300, 1 kilo 200 bo'ladi. Mana 2 cho'mich bo'ladi bundan. 1 2 kunjaradan 3 ta qo'shamiz. Kunjaradan 3 tasi kunjaraniki 1 kilo bo'ladi. 3 cho'mich. Mana shu bitta molga. Hozir qator aralashtirib olamiz. Mana shu holatda yeyishaveradi. Hozir qo'yganlarga ham beramiz. Mana mollarimizni mana shu tartibda yemlarini berib boqyapmiz. Yeyishyapti. Ertalab ketish payt, obedda har kelgan vaqtimizda hurmatidan suv tutib qo'yamiz. Bir paqirdan, 2 paqirdan ichishadi. Tutganimizda. Hozir bularning orqasidan ham bir videoga olib ko'rsataman. Mana shu tartibda hozir ertalab 2 kilo 200 300 atrofida, kech payt ham shunaqa 2 kilo 200 300 atrofida jami 4,5 kilo yem yeyapti-da endi bular. Bir kunda ertalab 2 kilo kunjara, bir kunda 2 kilo kunjara,
2,5 kilo bug'doy yorma yeyapti. Bu mollarni 1-avgust olganmiz. 18 milliondan olganmiz. 54,4 mingga. Mana ikkalasi 18 dan mana u bo'y balandroq bor, bunisini 18,4 deb hisoblasa ham bo'laveradi. Uyga yetib kelishi bilan 18,4 ga tushgan bular. Mana bu joyda siloslar tayyor. Ko'k salafandi tagida bosilgan. Bu yerdan olib molga berilaveradi. Mana shu molxona ichida tayyor turibdi. Bu yerda mana kunjara, bug'doy yorma yemlar tayyor turibdi. Bu yerga suvni qo'yganmiz. Suvni olib berilaveradi. Idishni olib kelib, vaqt bo'lganda to'ldirib qo'yamiz bu idishni. Keyin polni mashinadan olib berilaveradi suvi. Mana ko'rishingiz mumkin. Qirg'iziston shved novvoslar bular. Qirg'iz shved deydi-ku. Shundan. 1-avgust oldik. Hozir mana 10-yanvar. Ko'rsanglar ancha katta bo'lib qoldi bular ham. Bir oyiga taxminan 500 ming, 550 ming atrofida yeyapti hozir. Mana shu mollar. Olib kelgan paytimiz eng narigi chekadagi bo'y balanddi. Shu turbaga yetmasdi. Turbaning tagida turardi. Hozir mana bular ham turbadan baland bo'lib ketdi. Turbadan bular ham baland bo'lib ketdi hozir. Kechga mana shu tartibda, ertalab kelib yem ham xuddi mana shu tartibda yeydi. Videoda xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolar kuzatib borsanglar, nasib bo'lsa bulardi. Oxirigacha semirib yetilguncha boqish niyat bor. Rahmat hammaga.